Xitoy sotuvchisi bilan urushib ketdim. To'g'ri eshitdingiz. Xitoy sotuvchisi bilan WhatsAppdan gaplashdik. Menga tovarlari rasmini jo'natdi. Men esa o'zimga yoqqanlarini tanlab, to'lovini qildim va bugun chiqazib yuborishini so'radim. U esa bugun chiqazolmayman, ertaga chiqaraman dedi. Men unga ko'nmadim. Lekin meni bir iloj qilib ko'ndirdi va ertaga chiqarishini aytdi. Ertasi kuni yozsam javob yo'q. Keyin WeChatga o'tdim. WeChatdan yozishni boshladim. WeChatda esa yana ertaga deyaverdi. Keyin jahlim chiqib ketdi. Ertaga deb pochtamni chiqarmasachi deb o'yladim va pulni qaytarishini so'radim. Lekin bu safar pulni qaytarmasligimni va WhatsAppdan yozishganlarimizni aytdi. Menga xitoychani bilasanmi o'zi deb jahli chiqib ketdi. Keyin bilsam, xitoy tilida ertaga degani indinga degan ma'noni ham bildirar ekan. Biz ingliz tilida gapirishni boshladik va u meni ko'ndirdi. Bu orada opasi ham bor ekan. Opasi menga bir nimalar deb xitoychada yozib tashladi. Men esa hop deb turdim. Nima deb o'ylaysiz? Zakazlarimni yuboradimi yoki yo'qmi? Kommentda javoblaringizni kutaman.